O'zi sizda bu yurak bo'yicha qanaqadir shikoyat bo'lganmi oldin? Yo'q, hozirda menda shikoyat yo'q edi. Sherigimizni olib keldik. O'zi uyiga tushdi. Keyin men tushmoqchi bo'ldim. Shu yuragingizni ham ko'rib qo'yaylik deb yurakni ko'radi. Hozir bir ikkita shikoyatlar bor ekan. Shunga siz oldiga kiryapmiz. Qarang, o'zi yurak qon tomir kasalligida ba'zi bir bemorlarda tekshiruvlar mobaynida kasalliklar aniqlanadi. Bugun shuni bemor ko'rdik, So'x tumanidan bizga tashrif buyurgan 70-yil, 1970-yil 3 ta farzandi bor, lekin bemorda tug'ma yurak porogi nuqsoni aniqlangan. Demoqchi bo'lganim sizdagi shikoyatlar bo'lmasligi, ba'zi bir aorta klapan yetishmovchiligida, nisbiy birinchi, ikkinchi daraja yetishmovchiliklarda bemorda aktiv shikoyat bo'lmaydi. Kundalik o'zi siz hayotingizni ishlab yuraverasiz. Jismoniy harakat bilan ham shug'ullanasiz, lekin sizda yuqoridagi bemorlarga shikoyat, hansirash, charchash, quvvatsizlikka xos belgilar bo'lmasligi mumkin. Ma'lum bir tekshiruvlar shunga bir kasallikni aniqlashga bizga yordam beradi. Hozir jismoniy harakat qilganingiz, masalan, litsenziyalardan ko'tarilsangiz yoki qo'lingizda bir yuk bilan yurganingizda, o'zingizda qanaqadir quvvatsizlik, oxirgi paytda hansirash, shunga o'xshash holatlar hech sezdingizmi, Yo'q, sezmadingizmi? unaqa umuman Sezmagansiz. sezmaganman. Ko'pincha aortal klapandagi yetishmovchiliklar sizni holatingiz uchun, jismoniy holatingiz uchun bir xavf tug'dirmaydi keyingi holatingiz uchun, lekin siz vaqti bilan tekshiruvni o'tib turishingiz kerak. Bir yilda bir marta, 2 marta, 6 oyda bir marta ko'rib, bir qator o'zi tekshiruvdan, eho tekshiruvdan o'tib tursangiz, uni biz klapandagi yetishmovchilik darajasini kuzatib nazorat qilib turish kerak bo'ladi. Hozirgi holatda sizga hech qanaqa davo, muolaja tavsiya qilinmaydi. Faqat og'ir tosh ko'tarish, shularni nisbatan chegaralashingiz kerak. Yengil o'zingiz uchun fitnesslarga borib shug'ullanib yurishingiz yoki suzishingiz, yengil futbol o'ynashingiz mumkin. Unda hech qanaqa chegaralar bo'lmaydi.